Men Obidjon Mo'minov. Hozir 53 yoshdaman. Shu Araba rayonida Allohning oila hukumatida istiqomat qilaman. 3 ta bolam bor, farzandim bor. O'zimda professiyam injener elektrik. Bu sohaga men qiziqqanim oldinlari televizorlarda ko'rib yurardik bu Tbilisalarni. Havas qilib yurardik. Harakat qildik. Shu 1916-yili harakat qildim men bu Tbilisaga, Tbilisani qurgani. Birinchi shu tepadagi uzatgan shu kappamni boshlaganman o'zim. Boshlab shu to'g'ri yomon bo'lmadi hosil. Birinchi yili qiyinchilik bo'ldi. So'radim, surishtirdim, dehqonlarga bordim, kerak bo'lsa olib keldim ularni. Yomon bo'lmadi. 1917-yili keyingi kappani qurishni boshladim. Uni qurdim, nihoyasiga yetkazdik. William pomidor ekdim qishda. Pomidor ekdik. Hosil yomon bo'lmadi, yaxshi. Yaxshi bo'ldi hosil. 2018-yili unlardan ham yaxshi bo'ldi hosilimiz. Birinchi yili 17-yili 20-mayda chiqargan bo'lsam pomidorini 18-yili 20-aprelga ko'chdi. Bir oy oldin chiqarishni boshladik. Bu men tajriba oshishni boshladi bizda. Bultur mana masalan bultur ekov kappaga pomidor ekib yanvar oyini boshida. Aprel oyini boshiga pomidorni bozorga chiqardik. Bu yil mana boshqa bir metodga o'tdik bu yil. Yozda 2 oy iyul, avgust oylarida shu kilyonkani olib yerlarda men bir qator kuydirdim. Dam berdik yerga. Sentyabr oyida mana bodringni ekdik. Shu bodringlar sentyabr oyida ekilgan bodringlar. 1-sentyabrda ekilgan. Shular 40 kunda tayyor bo'lib, oktyabrda 10-ida uzishni boshladik. Hosilga kirdi. Bozorga chiqardik. Mana ko'rib turibsizlar, hosilda yomon emas. Yana shu metod yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shu metodga biz o'tamiz endi. Ertadan pomidorni yerga o'tkazamiz ko'chatini, yangi yil arafasida yerga o'tkazamiz ko'chatni. Pomidor ham 90 kunda, yaxshi qarasa 90 kunda pishadigan narsa. 90 kunda Xudo xohlasa aprelda boshlariga bozorga chiqaramiz. Endi bu yerda asosan Tbilisida temperaturani yaxshi ushlasanglar, bu yerda o'saveradi. Hasharotlarga kurash bor bu yerda. Har xil metodlari bor uni. Endi tashqaridan hasharot kelmaydi. Shu ichkarida hasharotni o'ldirib olsak biz, bu bodring, pomidorimni erkin o'saveradi. Shuning uchun Xudo xolasa biz endi shu metod bu yil o'tdim shu metodga. Shu yangi yildan Xudo xolasa pomidor ekamiz. Pomidor ekamiz, aprel oyiga Xudo xolasa rejalashtiryapmiz, bozorga chiqaramiz. Bodring 40 kunda paydo hosilga kelar ekan. Bodring tezroq undan ko'ra. Ya'ni har kuni biz shu bodringni har kuni uzyapmiz. Sredni 100 kilo, 150 kilodan bodring olyapmiz har kuniga. Boshlanishi men 40 so'mdan boshladim. Oktyabr oyidan. Hozir 3 kun 4 kun bo'lib qoldi, уже 60 so'mga chiqib ketdi bodring. 60 so'm optim beryapmiz. 130 mingga tushib ketgan. Shuni materialni oldik, o'zimiz jasadik shunday qilib. Hozir 20, общий Tbilisam 20 sotik. 20 sotik joyda bodring bor. 5000 tutdan oshiqroq bodring o'tganmiz. Shu, endi yangi yilda shu endi bodring 30 ga kelar ekan, pomidor 40 sm ga bitta ekiladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu 30 ga ekilgan. 40 ga keladi, shunga 4,5 mingdan narviyasida pomidor ko'chati ketadi. Kechqurunlari temperaturani qarab turamiz. Har 2 soatda 20 sotik yerda 5000 dan oshiqroq bodring ko'chati bor. Uni biz shuni urug'ini shundagina yerga ekdik, yerdan chiqarib oldik urug'ini. Endi jaz issiq bo'ladi ekan, o'sha sentyabr oyi ham issiq bo'ladi. Pomidorni lekin ko'chatni o'tkazamiz. Ko'chat qilib turib, ko'chatda shu yanvar oyini boshidan o'tkazamiz yerga. Asosan bu yerda temperaturani qarmash kerak. Kechqurun tununda shu 15 gradus plyusga ushlash kerak-da. 14-15 gradus ushlasanglar bo'ldi, o'saveradi bu. Kunduzi endi o'zi havo ochiq bo'ladi, bu kilyonka ham yorug'da issiqlab o'tar ekan bu. Kunduzi yoqmaymiz. Kechqurun pechkani ko'rdinglar, shu pechkada ko'mir yoqamiz. Priyorka qilib turaman. Shu asosan temperaturani professiyam meni injener. O'zimning ishxonam bor rayonda. Unga qaramay endi mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi.
dono xalqimizda bir maqollar bor. Mehnat qilgan xor bo'lmaydi. Mehnat tagi rohat. Shunday degan maqollar bor. Shularga amal qilgan holda mana mehnat qilyapmiz. To'g'ri, mehnat qiyin, lekin unga chidash kerak. Chidash kerak, lekin og'ir kunlarda orqasidan yaxshi kunlar keladi. Обязательно keladi. Jon qiynaysiz, yaxshi kunlar keladi orqasidan. Mana endi o'zim ham ishdan kelib rohatlanaman shu yerga. Tbilisining ichidan chiqqim kelmaydi. Ishxonada charchayman. Bu yerga kelganda meni charchag'im yozilib ketadi. Mana hozir ham mana shu yerda yuribman mana. Hosilni ko'rasiz, bodringni ko'rasiz. O'zingizning mehnatingizdan odam quvonasiz-da. Shuncha narsalarni qilardim men deb. Shunga quvonasiz odam. Shunda charchag'im chiqib ketadi. Mana ko'rib turibsizlar, Tbilisi, bu yoqda 10 sotik, bu yoqda 10 sotik. Jami 20 sotik Tbilisi. Buni endi asosan armaturamni qilganmiz. Ko'rib turibsiz, mana armatura arka qilganmiz. To'g'ri bunga ko'proq mablag' ketgan. Endi o'zimda ham hali yigit ishiga 40 hunar oz deganlardek svarkadan ham xabarim bor. O'zim injenerman. Shu jasashni o'zim qildim. Materialni sotib oldim. Shuning uchun menga arzonroqqa tushdi Tbilisi. Endi mana Tbilisini istadigan pechka mana. Bu pechka bo'ladi. Bunga endi ko'mir jaqamiz. Qishda kunlarida masalan tashqarida -5-10 gradus sovuqli mahalda bir sutkaga kechqurun bilan tuni bilan 1 tonna 200 ko'mir ketadi. Ko'mirimizda hali sechka deb qo'yiladi, o'sha yirik emas, mayni jaqamiz. U arzon tushadi bizga. Chunki bir sutkada 1 tonna, 1,5 tonnagacha ishlaydi qishda sovuq kunlar, chilla kunlar. Mana pechkani ko'rib turibsizlar. Pechka endi kitob deb qo'yadi buni. Shu endi ob'yom cho'ng uchun shu pechka istardi, boshqa pechkalar istalmaydi. Tbilisini. Mana pechkaga hozir 130 mingdan bitdi qirg'iz aqchasiga 130 mingga tushdi shu pechka. Shuni materialni oldik, o'zimiz jasadik shunday qilib. Mana ko'rib turibsizlar. Endi bu pechkadan boshqa pechka bu yerda issig'ini qarmay olmaydi kechqurunga. Shu plus 15 ushlash kerak. Lekin bizga достаточно bo'lib o'tadi bu. Issig'ini berib o'tadi. Endi to'g'ri, men endi injener odamman, ishxonam bor. Ishdan bo'shagan mahalda ko'proq mashetda bo'laman men. Bo'sh mahalimni shu yerda o'tkazaman. Kechqurunlari temperaturani qarab turamiz. Har 2 soatda termometrlar bor. Tbilisining ichida shularni ko'rib turamiz. Boshqa mahal mana jatadigan xonamiz mana. Jataxonamiz mana 2 komnatadan iborat. Mana bu xonada dushxona bor. Dush cho'miladi bu yerda baldar. Mana jatadigan xonamiz mana. Ataplenalar bor. Bu yerda bir qiyinchilik joyi yo'q. Qishda ham shu Tbilisiga o't jaqamiz. Birinchi navbatda shu xonamiz isiydi. Televizorlar bor mana. Katelshik tuni bilan uxtabay shu katel jaqadi. Men endi shularga endi mana shu televizorda qarab, ularga xamirroq bo'lib, har 2 soatda temperaturani qarab, ularni proverka qilib turaman. Shu asosan temperaturani yaxshi qarmasa-ela pomidori, bodring o'saveradi. Endi 3 ta farzandim bor. Mana bir eng kenja 2 ta o'g'limni uyladim. Bitta o'g'lim Toshkentlik bo'lib ketgan. Kenja qizim, bitta qizim bor. Medfayda o'qiyapti hozir. Uni o'qityapman. To'ylar qilyapmiz mana. Qo'sh-qo'sh mashinalarimiz bor mana. Hammasi shu mehnat orqasidan kelib o'tadi. Hammasi shu mehnat. Halol mehnat qilish kerak, aldash kerak emas, so'rash kerak, so'rashtirish kerak, mehnatga chidash kerak. Mana men ham yomon bo'lmadim, Xudoga ming qancha shukr. Daromati yaxshi. Ya'ni men shunday prilagat qilardim, ishlash kerak odam, mehnat qilish kerak. Mehnatdagi rohat bo'ladi u, mehnat. Mehnat qildingiz, rohat bo'ladi. Halol mehnat qilib, halol yashaganga nima yetsin?